Mani tug'ilgan kunim bu yil sal voqliroq boshlandi. Men sizlarga aytdim, bir nechta tug'ilgan kun qilaman deb oilam bilan, o'rtoqlarim bilan. Mana hozir oilam bilan nishonlaydigan tug'ilgan kun bu bitta men emas, oyijonim ham tug'ilgan kunlar. Chunki ularniki 18-fevral, meniki 19-chi. Biz bir umr birga nishonlaganmiz. Faqat kichkinaligimda hamma oyimga sovg'a berardi. Endi men katta bo'ldim, o'zim sovg'a ololmayman. Olgan villamizni sizlarga hali keyinroq obzorini qo'yaman, kattaroq obzorini. Zalini qaranglar, qancha bu yerda 25 kishiga mo'ljallangan villa ekan. Hozir bizda mana bitta pishir kuydir jarayonlari boshlandi. Sekin mana bloger keldi, bloger. Tak, hozir ham shashlik pishirar ekanmiz, qaranglar. Hayotimda bunaqa villa ko'rmaganman. Hi guys, hammaga assalomu alaykum. Mani tug'ilgan kunimga va onajonimning tug'ilgan kunlariga xush kelibsizlar. Biz ketma-ket tug'ilganmiz, har doim birga nishonlaymiz. Bu safar shunaqangi chiroyli villa tanladik. Do'stlar, bunaqa villani hayotimda ko'rmaganman. Villaning nomi Marina Bay Piramida. Piramidada joylashgan ekan. Ko'rsanglar, yotoqxonalari juda ko'p, sanuzellari ko'p, развлекательный programmasi qaranglar, bilyard, futbol, basketbol. Bundan tashqari yana kompyuter xonasi ham bor ekan. Tasavvur qilasizlarmi? O'zingizlarning shaxsiy kompyuter xonanglar. Biz o'tirib oilaviy madda qilib Counter Strike o'ynadik, lekin chiqolmadik mana shu joydan. Bundan tashqari bu bilan tugadi deb o'ylaydilar. Yo'q, basseyni bor. Basseyn, 3 xil sauna. Bolalar o'zi hamchi mezza qilib yayradi. Mana bunaqangi solivaya sauna juda ham foydali sog'liqqa. Ikkinchi qavatda mana shunaqangi bir kishilik kravatlardan ikkita xona bor ekan. Ya'ni 6 kishini sig'dirsa bo'ladi. Keyin undan tashqari namoz xonasi, mana onajonim namozlarini ham o'qib oldilar. 2 kishilik yotoqxonalar ham bor. Juda chiroyli, akkuratni, top-toza. Mana ikkinchisi, ya'ni qaranglar, kushetka ham bor. Bizani ko'rpachalar ham bor. Bundan ko'p odam sig'dirsa bo'ladi. Bu bo'lsa asosiy yotoqxonalardan biri. Bunaqangi yotoqxonalardan 3 ta 4 ta adashmasam bor. Уже sanabchi boshim aylanib ketdi bu villa kattaligidan. Letniya kuxnya mana biz bu yerda shashlik pishirdik. Hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan. Oson. Ertalablari shunaqangi chiroyli manzara ochiladi. Qaranglar, qizlar mana bu kachelarni orzu qilishadi. Balida bor kachelar. Ko'chani qaranglar. Muncha mezza, muncha hayot go'zal. Mamnun. Nimasi va shu nima deydi? Podguzniga. Bechora hozir kesa olmayapti mana ananasini. Nimaga lipillaydi mana shu qanaqa videoda svet. Baribir sal lipil. Voy, mana buni qaranglar. Muncha zo'r mana gulyadi men. Guli qardim yuzini bekitdi. Sizlar vashi suriylar bu yerdan. Jonga teydinglar baqiraverib, ikkitasi mana ikkitasi. Sur bu yerdan. Apay sur. Jonim. Do'stlar, hozir qorong'i uncha ko'rinmayapti, lekin men sizlarga ertalab shashlikni hidi kelyapti. Ertalab yana olaman men bundan video. Villani tashqi ko'rinishi. Yozda mana basseynga suv quyishsa, takoy chotki bo'ladi, chotki. Ana bizani powerlar. Shashlik kuni boshladinglar. Oho, men letniya kuxnyasini qaranglar, men hali ko'rmagandim. Ana kattaligini qaranglar, bahaybat. Menga mono yoqdi, mono. 9989 powerchilikka zakaz mana. Qanchaga borasan? $100 degan bo'lsa, $200 deyman-da, $100 tepasini o'zim ishlab olaman. Ana podezda tegi nimalar bor-ku, opoqalar o'tirib olib, hammani prostitutki, narkoman, mamta o'tirib olib, hammani ko'rib o'tirsa bo'lar ekan kameradan. Erim, короче, ishlashlari kerak. Biz baqir-chaqir, bola-chaqa tepaga chiqib quflanyaptilar. Ashmarik. Subhan, stol tagidamisan? Subhan. Oy, Ashmar, pultni oldingmi? Nima qilasan uni? O'ynaysanmi? Daskin qani bittasi? Nima degani u? Yopa chaqaloq. Men chaqaloqcha tushunmayman. Oydami? Mamutda полным ходом Counter Strike bilan qaraylar o'tirishini. Counter Strike, что в контру рубишься? Нихера себе какая. Ketdi. Yorvoraman deb. Sana endi bitta bo'ldi. Sana amdaman. Amdajin. Uçur. Balonu yapsan. 4'te bak 5'te gördün. Şormayman. Şurgeting to'xtamira, hozir men senga o'rgataman. Men professionalman. Qochingni bilakxonada yutganman. Qara. Ding. Давай. Qani? Shashlik time, shashlik-yu. Sayoq sanoyinda o'tirsam maylimi? Bitta suv ichaylik, nima bor? Menga ana nimadan bering? Tarxundan bering bitta. Ana tepada tarxun turibdi. O'shani, So'rog'i bormi?
Akamni qaranglar. Yo'q. Pul bering, Pul bering deydi. Попрошайкаga o'xshab turibdi, ovqat ber. Bilaman, modadan qolib ketgan-u, lekin Lalito, dushman, kuyovil. Shashlikni mana bu dumbasida hamma prikol do'stlar. Keyin mono piyozda. Oletayu. Oyim короче suzishni bilmaylar, balon yashiryapmiz oyimga. Basseynda cho'milishlari. Siz anaqaga Yigitga borganingizda qanaqa qilib cho'mildingiz? U yoqda nima? Shunaqa narsalar, undaq manetlarimizni taqib Oy siz anaqa qilishingiz kerak. Unda ko'rs, bitta ko'rining. Oyimni qaranglar kupanligini. Mantiqqa keling Yo'qqa. videoga. Mantiqqa keling. Bitta ko'rsiting kupanligini. Yopiq-ku hamma joyingiz. Oy bu Go'zallik. kupanliklari. Oyi sizga bitta do'kon ochib beraymi? Muslima o'z qilib ochasiz. Muslima shop qildi. Ya biz ideya o'g'irlamaymiz boshqalardan. Hamroshka bo'lmaydi. Ko'nglim aynib ketdi men bunga. Yey. Tayyor. O'liydidan buni. Anaqa nadoat qilgunimcha. Qani qo'yjuk ketadilar, o'qib borgunimcha. Azizlar, bizda Ermak time. Oldin mana shuni bilasizlarmi? Yermak derdim. Keyin menga tushgan mashhur opa bu yermak emas, ermak so'zi bor-ku, biling, o'l sharmanda. O'zbek bo'lib turib ermak so'zini bilmasam debdi. Hozir buni tarxunni olamiz. Buni semichka yermakka ichamiz, ichamizmi, yeymiz, chaqamiz. Samanya, ke. Olinglar, qatga qo'yish. Men pelaga solib qo'ying, men o'zimga. Odamlar peladan choy ichsa, men pelaga semichka solaman. Bizda ertalab do'stlar, уже kofemni ichib oldim. Hozir sizlarga ko'chadan villani ko'rsataman, yuringlar. Aysmarik. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Ko'chaga chiqasanmi biz bilan? Yur. Sen chiqasanmi? Yur. O'zimga eng panoramli videoni uxlatib oldim. Hech kim kelmasdan, короче, kim birinchi villaga kelsa, o'shani haqqi xona tanlash. Men birinchi keldim, men tanladim. Ha, jonim, o jonim. Chiqasan. Borasanmi? Yur. Shubhan, yur. Aka, nima yig'layapsan? Bola bor joyda shunaqa bo'lar ekan. Qani, imom nimadir bo'pti, yuringlarchi. Nima o'ynashayotgan ekan? Bilyard polnim xodim ketyapti. Bo'pti, bularga xalaqit bermanglar, yur ko'chaga. Mayli. Qaranglar, mana bu yerda shashlik zona biz olib kelib oldik, yaqinroq bo'lsin kuxnyaga deb, atak antiletniya kuxnyasi ham bor ekan. Mana bu basseynni qaranglar, yo sizlar mana buni qaranglar. Yozda bu yerda suv to'ldiriladi, jakuzisi bor, hot tub, hamma narsasi bor. Tepada hattoki basketbolniy plashatkasi ham bor ekan. Letniya kuxnya mana bu yerda. Mana bu yerda kachela, qanaqadir kitob o'qigan zona, juda ham chiroyli ekan. Qishda ham gazoni ham yashil, yaxshi. Tak, antga qanaqa qilib tushsa bo'ladi? Gazonni bosamizmi? Mayli. Mana bu yerda yo'lak bor o'zi, prosta qish bo'lgani uchun yopib qo'yishganda. Ehtiyot bo'lib o'tamiz. Mana tepada basketbolniy plashatka. Biz u yoqqa chiqmaymiz. Men sizlarga hozir shunaqa doda narsani ko'rsataman. Kim Baliga borgan? Balida mana bunaqangi kachela bor. Agar rasmlardan ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Qaranglar qanaqangi vid ochiladi. Hozir bitta anaqa, men o'zi kacheladan qo'rqadigan odamman, do'stlar, to'g'risini aytsam. Voy, o'li, shamoldan vashsha qo'rqasizlar, uchib ketasizlar. Qani bitta operator itarib yorsinchi meni. O'sha qo'rqinchli. Orqadan olish kerak-da bu vidni, qaragin. Tog'iga vid bo'ladi. Ani tako ko'yninglar qilib kiyib olib qizlar chiqishadi-ku, uzun ko'yninglar bilan. O'sha qo'rqinchli, shamol bo'lmaganda qo'rqinchli bo'lmasdi. Sayyor rasmga ham olib qo'y bitta. Bitta anaqa itarib yorib rasmga ol. Полумесяц со звездой, do'stlar. Fonida rasmga tushsanglar bo'ladi, chiroyli chiqadi tog' fonida mana bu yerda. Fotozonalari ko'p ekan lekin bu joyi. Mana bu yerda kartoshka ko'msa bo'lsa kerak. Bitta men shunaqamanmi?
kartoshka ko'mishni o'ylaydi bu narsani ko'rsa-da, olov mana. Stol-stullar qo'yib olib, olovi yonida gaplashib o'tirsanglar bo'ladi oila a'zoyinglar bilan. Kofe tayyor. Bizani oilada sayyor glavniy to'riga o'tirib oldingmi har doimgidek? Oyjon, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear onajon. Happy birthday to you. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Sinimni qaranglar qanaqangi narsa pishiribdi. Ukam qarochi qozon kabob qilib berar ekan hozir. Mana bitta qozonga, sizlar yeyapsizlar qorin qilib. Qani? Kecha aytgan gapim. Buncha zo'r bu. Anu zirami paketdagi? Zakaz bo'lsa powerlikka mana ukam bor. Oldin pulini menga to'laysizlar faqat, unga emas. Bular menga nimadir yedirib ko'rishmoqchi-da. Tuzi zo'ru? Hadi yaxshi pishmagan. Endi hozirlar. Dimlamagansiz. Shu. Bo'ldi, voy bo'ldi. Bularga bitta narsa deb bo'lmaydi. Adas chaqiryapti, topolmay. Ana endi topdi. O budi. Bekinding nadada. Bu kommentariyalarni o'qiyapti TikTokda. Bizda qozon kabob tayyor ekan. O'g'irlagan chiroyliligini. Qani och. Ana. Go'zal. Ichkarida ko'rishamiz, ukam. Bo'ldi. Sovuq ekan ko'cha. Digir usha olaman, sen usha olaman. Achchiq chuchuklar tayyor-ku, axir. Da, yeymiz. What you think, babe? It looks really good. Bizda soat 4 bo'lib qoldi. Narsalarni yig'ishimiz kerak, chunki 1 soatdan keyin chiqib ketamiz, Toshkentga qaytib boramiz. Babe, everybody asking you, where's your husband? Mana pochchanglar hamma yozibdi, pochchangiz Iris qani? She's hiding me. Mani bekityapti deydi. Narsalarni yig'ishtirdinglarmi, o gamerlar? Ketish kerak уже. Всё, biz chiqib ketyapmiz. Mashinaga ortilyapti. Ashmarik, ketyapsam. Ketasan. Toshkentgami? Hamma narsa ortildi. Mana sizlarga villani tashqi ko'rinishdan kecha olmadim-ku, kechasi kelganimiz uchun. Amira, senga yoqdimi, bolam? Ikkita napitka ushlayapsiz. Mana suv menga ber, jonim. Rahmat. Zo'r bola deysiz, zo'r bola, asal bola. Mashinaga chiqasanmi? Necha soatli-yu, hali karta ochilmadimi? Bizani oilaviy chiqishimiz o'z nihoyasiga Bizani oilaviy chiqishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta obuna bo'ling, izohlar qoldiring va opanglarni qo'llab-quvvatlanglar. Bye guys.